Ramazon hayiti sanasi ma'lum qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Videoga like bosib, kanalimizga ham obuna bo'lish esdan chiqmasin. O'zbekiston musulmonlari idorasida Ramazon oyi va hayitini munosib kutib olish, islom dini tartib-qoidalari asosida hilolni kuzatish bo'yicha ishchi guruh tuzilgan. Taniqli ulamolar va malakali mutaxassislardan iborat mazkur ishchi guruh Ramazon hayitining birinchi kuni Shavvol hilolni astronomik tahlillar hamda xorijiy davlatlardagi mutaxassislar bilan hamkorlik asosida kuzatib bormoqda. Ramazon hayiti sanasi 2025-yil taxminan 31-mart dushanba kuniga to'g'ri keladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha